Qadrdonlar, bugun mana biz Qo'qonda Xudo xolasa ish qilyapmiz. Obyektimiz shu holatda remontlari bo'lib qolgan. Eshiklar o'rnatilgan. Bu eshiklarni ish jarayonimizda loy sachramasligi, boshqa bo'lmasligi uchun bunday qilib strixovkalarni qildik. Obyekt bo'lgan joyda. Lekin aka mana steshkalarni qilib urvinda 12 santimetrda Xudo xolasa cho'tka qilib qo'yib berilyapti. Akalar mana boyda ko'rishlaring mumkin. Xudo xolasa hamma tomonlama cho'tka qilib qo'yib beryapmiz akamiz ishini. Shunga o'xshagan obyektlarga ish bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. O'zimiz cho'tka qilib beramiz. Eshikda kashaklarga ham plyonkalarni qo'yib, hamma joyiga plyonkalarni strixovka qildik. Loylarimiz mana semont yo'q, hammasi o'ta me'yorda chiqyapti akalar.